Tak, mana hozir bizada otsifrovka jarayoni ketyapti. Bu yoqda polda o'sha qora material imенно nega qora? Chunki andaza ko'rinishi uchun, kompyuter aniq konturlarini ko'rishi uchun qora qo'yiladi. Agar sal smeshenniy rang qo'yiladigan bo'lsa, unda kompyuter bu andazani mana shu konturlarini cho'tga ko'rmaydi. Ya'ni toch chiqishi juda qiyin bo'ladi, mahol bo'ladi. O'shaning uchun qora qo'yiladi. Mana ustiga qo'yilgan temirchalar mana qog'ozli andazalar bo'lgani uchun mana bunaqa chetlari bukilib qoladi-da. O'shaning uchun prosta bir bosib turish maqsadida qo'yiladi. U kompyuter unga e'tibor bermaydi, prosta konturlariga e'tibor beradi faqat. Bo'ldi. Va bu mana shu hozir otsifrovka qilayotgan mana kompyuterda ham ko'rinib turibdi. Va kim otsifrovka qiyin deb o'ylayotgan bo'lsa, adashmasizlar.